Ko'pchilik menga maslahat bergan, kir sovunda yuvgin, unaqa qilgin, lekin men o'zimni yuzimni bilganim uchun ko'pini qilib ko'rmaganman. Ismim Xadicha Bonu, yoshim 18da. Bularga akne muammosi bilan kelganman, lekin bu oddiy akne bo'lmagan. Boshqa joyga borib, boshqa kremlar ishlatganim uchun yanada yuzim rasvo bo'lib ketgan. Ular просто yuzni tekshirib, nima muammoligini ko'rib, keyin nima muammoligini aniqlab, kremlar bergan, lekin Zarina apaga ko'rsatganimda bu kremlar sizning yuzingizga to'g'ri kelmaydi. Bu muammolarni hal qilmaydi deb aytganlar. Boshida o'zi oddiy uguriylar chiqardi. U kichkina 1-2 kunda yo'q bo'lib ketadigan. Oyim bilan topganlar Instagramda ko'p qizlar videolarini ko'rganmiz. Men boshida umuman ishonmaganman bularga kelganda. Keyin kelib gaplashib, muammolarni ko'rgandan keyin faqat yuzingiz emas, ichidan ham davolaymiz deganlar. O'shaning uchun ham ichidan ham ustidan ham davolagandan keyin yaxshi. Birinchi o'chirda diyeta qiling deganlar. Hamma narsadan chiqing, gazli, yog'li, xamirli ovqatlarni hammasini yemang deganlar. Polni 2 oy hech narsa yemay faqat diyeta qilganman. Birinchi kelganimni o'zida yuzimga ukol qilganlar. 1-2 oylardan keyin o'sha yaxshi bo'lish boshlagan. Undan keyin домашний ход berganlar. O'shandan keyin yaxshi bo'lib ketgan. Oyim boshida anaqa deganlar, kir sovun bilan yuvgin deganlar, lekin men qilmaganman. 18-17 yoshda ko'pchilik yugurish chiqadi. Shuning uchun ham ularga tavsiya beraman. Chunki hozirgi kunda ko'pchilikda akne muammosi bor, hozir ko'pchilik davololmaydi va shu bilan qiynaladi. Shuning uchun ham Zarina apani tavsiya bergan bo'laman.